Men Adilbekova Marg'ubaxon Paxtaboddan keldim. Bu yerda yuragim bezob bo'lib kelgan edim. Kardiolog Dilorom opa vrach hojayalarga ko'rinib, mana kelganimga 4 kun bo'ldi. Holatlarim yaxshi, ko'rinishlarim, o'zimni davolanganim hamma yo'g'im yaxshi. Doktorlardan minnatdorman. Tibbiy xabar olib turishadi. Qizlar, medsestra qizlar ham tibbiy lecheniyalarda, ukollarda qilib xabar olib turishadi. Boshqa больницаlardan farqi hamma sharoitlari bor, yaxshi ekan. Shu dam olib yotasiz, hamma nazoratda ekansiz. Ichki dam olishlarda sharoitlari bor. Mana zerikmay televizorlarda ko'rib, vaqtida ukollarni olgandan keyin mana hamma o'zimiz uchun sharoitlari yaxshi ekan. Bundan minnatdorman. Mazza qilib damlarni olyapman. Mana endi ko'pchilikka tavsiya qilaman deb o'zim har doim mana shu yerga kelib dam olaman deb niyat qilib qo'ydim o'zim ham.